Aka bilan gapiramiz deyapti, bor. Dada bu ishlamaydi-yu. Shuni tuzatsang ishlaydi, tuzatsang ko'rsatadi. Eski narsa deb otib yuraversan, uyda nima qoladi? O'xshatasan, ishlatasan, hech bilamas bu. Ertaga mana kim topib keladi bunaqa narsalar senga? Dada yana nima qilyapsiz? Taqir-tuqir qilib ishlamaydi baribir. Shuni o'xshatib uyga qo'yib qo'ysang, erta hali bir narsanga kerak bo'ladi mana. Bu tashab jarsa bo'ladi. Eskimi tashab jaraversa-da. To'g'ri bo'lsa qada o'tirmay. Mana bu kim juvdi? Siz tuzatgan kirmoshni yuvdi. Men tuzatgan kirmoshin bor atirgan tuzatamiz yana. Dada bu tuzalmaydi baribir. Yangi olaylik. Yangi olaylik, buni uzilishmay hal pulni qaydan olasan? Yo'q, pul kerak emas. Seni yenang yeri pul beraman bu haligi qilishga, olib kelishga. Dada, bu diskont do'koni. Diskont do'koni barcha filiallarda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Qanaqa u 00? 0012 bu boshlang'ich to'lovsiz, ustamasiz, bitta pasport, bitta plastikka 12 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Qani? Qimmatda bolam, shu qo'y, shu uyda kirmoshni o'xshatib qo'ychi. Dada, yuring ko'rsataman. 4 kunda buzilib o'tirmaymi bu? Buzilmaydi dada. Bu 8 kilolik tashish va kirish mashinasi. 12 oyga 459 mingdan tushadi. Qani? Bu arzon ekan-ku. Ha? Buni yomon katta televizor ekan-ya. Dada, bu Premier 55 talik. Shuni 12 oyga 419 mingdan bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Shuncha arzonmi? Ha? Mor Premier xolodilnik rostdan 12 oyga 219 mingdanmi? Ha, undan tashqari Outfit konditsioneri 12 oyga 399 ming so'mdan tushadi. Undan tashqari bu yerda telefonlar ham arzon. Misol uchun, Xiaomi Note 15 telefonini siz 12 oyga 269 mingga olsangiz bo'ladi. Honor X8D telefonini 329 mingdan olsangiz bo'ladi. Maza-yu dada. Bu aksiya qachongacha davom etadi? 11-fevraldan 19-fevralgacha davom etadi. Mana eski narsalar tuzatayotganda o'tibdi-yu, ha? Ha-da. Pul bo'lmasa ham olaversa bo'lagan bu yoqqa.